Sirpanishdan qutulish. Agar yuk mashinasi sirpanishni boshlasa, nima qilish kerak? Agar yuk mashinasi keskin tormozlashdan keyin sirpanishni boshlasangiz, mashinangizni kerakli yo'nalishga burib, rulni mahkam ushlang. Juda keskin burilish qilmang. Bu mashinaning yangi yo'nalishda ham sirpanishini keltirib chiqarishi mumkin. Sirpanishni oldini olish uchun nima qilish kerak? Har doim oldindan 12-15 soniya davomida yo'lni kuzatib, to'siqlarni erta sezishga harakat qiling. Agar oldingizda transport vositasi to'xtagan bo'lsa va siz to'xtashga ulgurmasangiz, tezlikni pasaytiring va o'ng tomonga qo'shimcha yo'lak yoki yo'l chetiga buriling. Agar chap yo'lak bo'sh bo'lsa, unga o'tish ham mumkin. Lekin atrofdagi transportni e'tiborsiz qoldirmang. Hech qachon boshqa mashinani qarama-qarshi yo'nalishga majburlamang. Yo'lga qo'shilayotgan transport vositalarini e'tiborga olish. Qo'shilayotgan transport vositalari bilan qanday muomala qilish kerak? Agar magistral yo'lga qo'shilayotgan haydovchi sizni sezmasa, harakatni oldindan rejalashtiring va transport oqimini oldindan ko'zdan kechiring. Haydovchini ogohlantirish uchun signal bering. Agar iloji bo'lsa, tezlikni moslashtirib, unga oldingizga o'tish imkoniyatini bering. Agar chap yo'lak bo'sh bo'lsa, unga o'tib, qo'shilayotgan mashinaga joy bering. Hech qachon qarama-qarshi yo'nalishga keskin burilmang. Yonma-yon to'qnashuv old tomondan to'qnashuvga qaraganda xavfsizroq. Shina portlashiga reaksiya berish. Shina portlashi belgilari. Shina portlaganda quyidagi belgilar paydo bo'ladi. Keskin portlash tovushi, to'satdan kuchli tebranish, mashina boshqaruvi o'zgarishi. Shina portlashi natijalari. Orqa g'ildirak shikastlansa, yuk mashinasi fishtailing, ya'ni dumini qimirlatish qilishi mumkin. Old g'ildirak shikastlansa, yuk mashinasi portlagan shinaga qarab tortiladi. Shina portlashida xavfsiz harakat qilish. Rulni mahkam ushlang. Ruldagi kuchli silkinishga berilmang. Nazoratni yo'qotmaslik uchun asta tezlikni oshiring. Yuk mashinasi o'z-o'zidan sekinlashgunga qadar tormoz bosmang. Tezlik va yo'l harakati sharoitlari imkon bersa, asta-sekin yo'l chetiga chiqing va to'xtang.